15 ming bo'lar. Mana. Hoppa, maydang yo'qmi? Yo'q, mayda yo'q edi. Men ham hozir chiqdim-da, menda mayda yo'q edi. Yo 85 mingga rozi bo'lasanmi? 85 mingga qanday rozi bo'laman? Yaqinda bitta qiz 85 mingga rozi bo'ldi-da. 20 ming-ku. Odam-ku. Qaqqa? Qatki ekan ukam. Yunusobod aka. Ketdikmi? To'xtang aka, ketishdan oldin bitta ikkita narsaga kelishib olaylik. Siz haqiqiy taksimisiz? Haqiqiy taksisiman. Hozir menga biznesmenman, bo'sh paytim qilib turaman degan gaplar gapirmaysizmi? Yo, endi bo'sh paytimda qilib turaman, lekin taksilikni postoyanno qilaman. Unda mana bu qog'ozga qo'l qo'ying. Sen kimsan sen? Mana bu metandagi ochretlar haqida gapirib boshimni og'ritmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, hozir umuman gapirmayganman bunaqa narsalarni. Unda bunga ham qo'l qo'ying. Bunga hammi? Ana endi masax qilsam ham bo'ladi. Haydang. Bu bola dal ko'rakchi nima qilar ekan? Men o'zi bolam bu ishni o'zi oxirgi paytlar metanam bor-ku. Padaringga. Keldikmi? Mashin buzildi. Nima qilay? Tushib orqadan taraymi? O'zi mana qog'ozlaring bilan tark kelyapsan. Xo'sh, bu yerdan hayda. Men bolam o'zi taksi emasman. Bekorchilikda qilib turaman. O'zimda bizneslarim bor. Yo'q-a? Buni kayfi boshqachada. Davomini yeysiz. T'écoutes la plaque, Marie sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Marie sans adéquat.